Xo'p, bunga o'sha 3.3 litrli Carnivalda benzin motorini qo'yasiz. 3 объемli 6 silindrli motor Bo'ldi. qo'yamiz. Buni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Bitta Carnivalda qachonlab qo'yisizlar? Bu motorga nima qilyapsizlar bunga? Bu mashinamizda baliq urib qo'ygan ekan, shunga remontga motorlarni tushirib qo'yganmiz. To'g'risi tayyorlab, buni motorlarni qo'yamiz. Carnivallar bo'lsa, Hyundai'lar bo'lsa, naryoqda Hyundai'lar turibdi. Hyundai Carnival, o'sha inomarka Sprinter'a qanaqa mashinalar ko'rsangiz, o'shalar sanab o'tsangiz, shopirlar aloqaga chiqaverasiz. Mana misol uchun bunaqa Starix bo'lsa ham ularga motor qo'yib beramiz. Bunga ham o'zimiz motor qo'yib berganmiz. 104 motor qo'yib berganmiz. Mercedes avtomat qilib mexanik edi. Mana bu Porter, ikkita Porter turibdi. Bularga ham Mercedes 104 motor qo'yib berganmiz. Olasiz, bir qator videosini siz bo'ladi. Bo'ldi, bularni ham andushi hozir ko'rsatamiz sizlarga. Usta bunga mana 104 Mercedes qo'ygan ekansiz, avtomat qilib. Bitta savolda. Ko'pchilik so'raydi. Hyundai Starix. O'zini motori yaxshi bo'ladi-yu deyshadi. Starix motorlar yo bu boshqacha motorda chiqqanmi? Bu o'ziniki salarka bo'lgan. Zavodskiy salarkada ham bo'lgan. Salarka bo'lgan. Chunki ko'pchilik so'raydi-da, u o'zi Starixlar yaxshi motor-u, nimaga olib tashlab qo'yishadi? U aslida salarkalari ham bo'lgan bular. Bu salarka motor bo'lgan. Buni olib tashlab turib, Mercedes 104 qo'yib, avtomat qilib qo'yib berganmiz. Sababi salarka yaxshi emas yoki qimmat? Salarka motor bo'lgan, salarka jura olmay, salarkaga gaz qo'yishgan. U motorlar effekt bermagan, keyin chiqarib tashlaganmiz. Bo'ldi, tushunarli. Ustaga rahmat. Hozir buni ham ishlarini ko'rsataman. Voy bismillah. Emblemalar, logotiplar o'zgacha-yu. Avtomat qilib qo'yilgan ekan mana moslanib. Xo'p, bu ham 104. Mana bunga qanaqa motor qo'yilgan? Bo'pti. Xo'p, 104 qo'yilgan ekan bunga Mercedes. Mercedes 104 motor qo'yib berganmiz mexanika qilib. Mexanika oladi. Buni avtomat qilib qo'ysa bo'ladimi? Avtomat qilib qo'yib beramiz, avtomat desa. Bo'ldi, tushunarli. Yursa zat ko'rsam bo'ladi. Hozir qani yurishlar. Bo'ldi. Silemos. Bosib olay? Silemos. Bismillah. Yadasini qo'ying. Bo'lasa, kechadan beri mashinaga yo'g'di. Ustaga rahmat. Xudo xolasa, shopirlarimiz aloqaga chiqadi. Bu bemalol shunaqa xizmatlarga bo'lsa, aloqa chiqaveradi. Mercedes, Hyundai, Carnival, Gazel, Paco, Sprinter. Xudo xolasa.